Asal setayotgan do'stlarimiz nomusmi qilmaydi ekanlar. Setaveramizlar shu mayyatdan asal deb. Avval mushfilimga bir to'rt yurak besib inkoslarni yat-yatdirag'im yo'llab bir gonji qo'ydilar tuqqanlar. Hozir men asal voqeasi nihoyatda g'ulg'ulib ketibdi. Endi men chiqmasam bo'ldi, endi chiqib qoldim. Nima ish qildinglar? Men asal setayotgan bo'libmi mayyatdan asal deb setayotgan bir durkum shu asalchilar hel hamma nomus qilmayapsizlar. Endi men bu yerda hargiz men saptava to'g'risida yoki boshqa bir asalchi to'g'risida gap qilib chiqqanim yo'q. Ham u to'g'risida chiqmayman, chunki endi qaysi jin arpa o'g'linmaydi. Lekin endi biz men tanlab hozir kirib baqtalımda bir qarab baqtalım tuqqanlar. Bu tanlab hozir kirsanglar qatorsiga asal bor. So'g'at qasıl deb bor, jigida asal deb bor, u asal bu asal. Bunda qaraydigan bo'lsanglar, hammasida mayyatdan, go'tan, yezig'liq gap. Shuni turib, aytganda men qistirib qo'ydim, men bir tanlavga kirib qarab baqdim. 20-30 xilda bu. Hammasi mayyatdan go'tan tarkibi. Lekin buning hidida asal deb bor. Endi men nima demoqchi deganda, endi albatta asal voqeasi chiqdi. Bu asal voqeasi chiqib, endi hammamizga bir yaxshi ishlayib keldi, nachar ishlayib keldi, yomon ishlayib keldi. Endi qanday yaxshi ishlayib keldi yo'qda? Hech bo'lmasa, men mayyatdan asal deb yavamasdan iborat bir yaxshi uqumni aytadi. Bunday bo'lgan ekan endi, garchi bu yerga endi saptava o'tirib chiqib qolgan bo'lsa-mu, bunday mayyatdan asal deb setayotgan korxonchilar oz emas ekansizlar. Har xil markada butun tizig'liq u marka, bu marka, oq marka, qora marka, sariq marka, qizil marka deb bütün mayyatdan asal deb tuzitiblar tanlov asarlarga. Shu men nima demoqchi degan vaqtimizda mana shunday mayyatni asal deb o'tirib chiqib setayotgan boshqa asalchilar, tijoratchilarmi? Endi bo'lsa mush asallarni bir yig'ishtirib olsanglar, bo'libmi mush mayyatlarni bir yig'ishtirib olsanglar. Endi hammamiz yaxshi sifat bo'lgan, sap bo'lgan, pokiz bo'lgan asalni yesak, so'g'atga olsaqmi, pokiz, isil, haqiqiy jigir gul asli, yo qizil gul asli, yoki chilan asli degandek haqiqiy asalni so'g'atga olsak, demak so'g'atga asli. Ashta yezig'liqga shuna Aşna çıkıp kaldım tuqqanlar. Endi bundan çıkışım sebep birinchiden endi men etigen aşını ko'rib bir xil g'ujda ochig'im keldi. Nemish yig'ishtirib etmedi u mayyatdan asal deb chiqqan bosh shirkatlarmi? Cho'qim saptavaning killa, bu yerda cho'qim yig'ishtirib tishat emas. Cho'qim hamma shirkatlar, hamma korxonchilar, hamma shu mayyatdan asal deb bazaq sağan, market chaplagan har bir asalchi tijoratchilarimiz cho'qim buni yig'ishtirib tishinglar kerak. Meningcha o'g'anda hammamiz o'tirgan shu eng haqiqiy jin bo'lgan 100%lik asalni o'tirib chiqarsak yaxshi deb qaraman. Ikkinchidan hemen bir iqim deb chiqib qoldim tuqqanlar. Qanday iqim desanglar, bir necha kundan keyin patlarda mushu bizniki do'yin qo'sha shibbaqa, ya'ni naq maydon bir tarbiyalash darsimiz boshlamoqchi. Bu darsda faqat 10 odamni tarbiyalayman, bir hafta 7 kun to'liq tarbiyalayman, qo'lingizni tutib turib o'gitma. Shunga mayli do'kon ochayotgan yoki har xil tijorat qilayotgan yoki har xil kasb bilan shug'ullanayotgan, mush Oqsudki naq maydon dars qatnashadigan do'stlarimiz bo'lsanglar, ayrim uchur qilib men do'yin darsiga qatnashatdim, deb telefon nomerini avat qo'ysanglar men tizimli olmay. Mushu e'lonni bir qilib olay deb chiqdim. Shunga bo'ptimi ya? Undan olsa men darsga qatnashadiganlar shash turib paylab qolamiz. Andan keyin mushunda tanlov azallarda har xil shunday bir marketdagi mayyatdan qaytilgan asalni ko'rib baqanlar, mush inkos rayoniga rasm tat avat qo'yinglar ko'rib baqili. Kimlar qaysi markada yana mush mayyatdan bor. Bulanda undan olsa bundan keyin asalga vaqtimizda keyin qarab bu zodi asalmi yoki mayyatdanmi qarab setib umid qilaman. Tanlov azallari kiringlar, mayli asal do'konlariga kiringlar, bek diqqat qilinglar. Undan olsa rahmat sizlarga.